Assalomu alaykum. Srochniy bitta xona furushday, ikkita hovli sotiladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Gulistonda yo'lning ustida, главный trassa ham Guliston, sentri Guliston maqsad barodori pul darkori agar akadodar mexara meshava. I para ham sentri Guliston, i taraf kolxozobod. Ay kolxozobod omadi ham sentri Guliston. Ketdik ishga kiramiz, ko'ramiz. Stop qildingmi? Barodori bitta xona har ish furushday. Yani narx desa 10,000 so'm bu muomala mesha maqsad arzon mesha. Ikkita uy sotiladi, ko'ryapsizlar. Ikki uyim 6 sodiqdan dokumentatsiyasi bor, 6 sodiqqa maqsad. Hozir durumi mebin. Ketdik. Darvoza mondaga maqsad barodori. Yana eshik pol darvoza qo'yilgan. Unisi ham, bunisi ham pashti yaxhilayda maqsad. Inam xilmi durum dast chap xona, bitta xona ya kalidor. Soxtaga уже tayyor dokumentatsiya hamma chiz dor. O'sha ham xilay. Har dish 6 sodiq, 12 sodiq mesha maqsad. Отдельно desa 10,000 so'm, ya'ni 210 ming so'm, yana arzon bo'ladi. Buna ishga kirsak, mana chap tarafda uzun xona bitta, dast chapda xona yaktash, dast rostdan bu yakta xona. Bu yerga bitta uy, buna kalidor. Kushodam xili endi kalidor. Mumkin bir ikki chiqasa kerak. Ana narxi hovlisi to oxirgacha bangi izbros. Maqsad sho'r yo'q, Makka bo'lyapti yo'q. Bu yoqda bir ko'rsataylik. Yine kafoş, maqsad pishtixona. Yine Makka shidasi barodor deydi. Znash, jada hamma chiz mesha. Yani hamma narsa bo'lyapti, Makka bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, bu yer sho'r emas maqsad. Kim olaman desa ekranda nomerlar bilan telefon qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.